Bu safar konditsioner haqida, konditsionerda ishlash jarayoni haqida, ishlash prinsipi haqida gapirmoqchiman. Avvalo biz konditsioner xarid qilmoqchimizmi yoki bo'lmasa konditsionerdan foydalanamizmi yoki bo'lmasa biz usta bo'lib bir joyga borib konditsioner o'rnatamizmi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, konditsionerga oid nima bo'lishidan qat'iy nazar, avvalo uni nazariyasini, prinsipini bilib olsak, ishlash jarayonini bilib olsak, bizga oson bo'ladi. Ya'ni amaliyotimiz oson bo'ladi. Shunday ekan, bu roligim ishlash jarayoni haqida va bundan keyin 10 ta video qilaman. Qanday o'rnatish haqida, nima uchun vakuum qilinishi kerakligi haqida, xarid qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida, ustalarning xatosi haqida mukammalroq bir 10 ta video qilaman. O'tkazib yubormaslik uchun albatta like va podpiska bosing, albatta sizga manfaatli bo'ladi, foydasi tegadi. Avvalo jarayon qanday tushuntirib, masalan sizga oddiyroq qilib tushuntirib beraman sizga. Oddiyroq jarayon, proses qanday ketadi? Avvalo biz bu fizik jarayon, bu fizika turgan-bitgani bir tomondan qarasangiz oddiyroq, bir tomondan qarasangiz murakkab. Qaysi ma'noda? Biz yozgi kunida tashqariga chiqdik. Ozgina mehnat qildik. Deylik 20 gradus, 30 gradus, 40 gradus issiq. Ozgina mehnat qilsak, harakat qilsak, terlay boshlaymiz. Bizdan ter chiqa boshlaydi. Terlay boshlaganimizdan keyin bu ispareniya bo'ladi, ya'ni bug'lanadi. Biz suv orqali, terlash orqali biz soviymiz. Bu terlash, bu bizni badanimiz, tanamiz soviydi. Bu bizga inson organizmiga kerak. Ya'ni terlash, ispareniya bo'lish, bug'lanish orqali biz soviymiz. Konditsionerda ishlash jarayoni ham xuddi shunday. O'zgarmas, xuddi shunday. Olimlar o'ylab topishgan buni, o'sha texnikaga aniq qilishgan, qo'llashgan. Qanday deyishingiz mumkin. Konditsionerda 4 ta element bor. Shu 4 ta element bir-birisiz ishlamaydi. Birinchisi kompressor, ya'ni motor deymiz. Bu konditsionerda yurak hisoblanadi, tashqi blokda o'rnatilgan. Bu yurak. Bu ichidagi gaz, ya'ni freonni bosim bilan aylanishini ta'minlab beradi. Ya'ni bu tanamizdagi qon desa ham bo'ladi. Yurak bizni qonni haydab berganda, kompressor ichidagi freonni haydab beradi. Ikkinchisi isparitel. Isparitel bu ichki blok. Внутренний blok ichidagi bizdan issiq havoni olib, xonadagi issiq havoni olib tashqariga chiqib ketishi. Bu isparitel. Va buni aytadiki, ko'p aytadi radiator deydi, ko'p aytadi kondensator deydi. Bu tashqi blokdagi o'sha ichkaridan issiq havo olganingizdan uni tashqariga chiqarib yuborishi bu kondensator, ya'ni radiator deymiz. 4-element bu drussel, kapillyarniy trubka deydi ustalar. Kapillyarniy trubka bu bosimni ham regulyatsiya qiladi, ya'ni bosim kelib bu yerda bosimni pasaytiradi. Kerak bo'lsa havo o'sha freonni sovishiga ham olib keladi. Bu 4 element. Bu eng muhim elementlardan biri. Bu birisi ishlamaydi. Keyin freon haqida gapiradigan bo'lsak, freon bu gaz, bu ham gaz turi, lekin spesialniy alohida tayyorlangan gaz. Buni mana undan oldin tarixda ko'rsangiz, undan oldin ammiakdan foydalanishgan, karbonat angiddan foydalanishgan, lekin 1928-yili amerikalik olim Thomas Megley degan olim 1928-yili buni ixtiro qildi. Bu shunday noyob bir ajoyib narsaki, buni masalan suvimiz, masalan uyimizda choyga suv qo'ysak 100 gradusda qaynaydi. Lekin bu ichidagi gaz, ichidagi suyuqlik freon 0 gradusda qaynaydi. Ya'ni bosim ostida 0 gradusda qaynaydi. Bu juda zo'r ixtiro. Nima desam bo'ladi? Bu yerda bosim, mana shu trubka, tashqi blok bilan ichki blokning o'rtasidagi trubka deymiz. Bu misli trubka, bu orqali aylanib o'tib shu jarayonda bo'ladi vakuum. Endi freon shunday narsaki, vakuum orqali chiqadi, vakuumdan mukammal chiqqan, u yerda havo, namlik yoki havo yo'q, mukammal. Bo'lgani uchun bu shu bosim orqali. Keling sizga yana tushuntiraman. Uyimizdagi suv 100 gradusda qaynayapti, to'g'rimi? Nima uchun 100 gradusda qaynayapti? Bu yerda ham fizika bor. Biz dengiz sathidan bizda jarayon 1 bar, 1 atmosfera bo'lganligi uchun 100 gradusda qaynayapti. Lekin konditsionerda ichidagi bosim, ya'ni bar, atmosfera bu bar yuqori. Keyin ikkinchi masala. Yana qaytaraman, freon mukammal shunday eng past gradusda qaynay oladi. Shunisi bor. Endi yana ham oddiy qilib tushuntirsam, bu aylanish jarayonida qanday bo'ladi jarayon? Demak, freon kelyapti, isparitelga drusseldan o'tib bordi, kapillyarniy trubkadan o'tib bordi va
isparetil ichki blokka kelgan paytda bu suv qaynay boshlaydi, o'sha freon qaynay boshlaydi va bug'lana boshlaydi. Bug' shunday narsaki, bug'lanib ketish uchun unga energiya kerak bo'ladi. Mana sizga misol qilib ko'rsataman. Biz terlaymiz va bug'ga aylanish uchun, bu yo'qib ketish uchun bunga energiya kerak. Energiyani o'zimiz bizdan oladi. Inson biz o'zimiz tanamizdan beramiz va bizdan energiyani olganligi hisobiga biz muzlaymiz. Men qancha tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni freon ichki blokka kirgan paytda, ichki blokka kirib aylangan paytda, qaynash paytida bug'lanadi. Bug'lanish jarayonida ichki xonamizdagi issiqlikni o'ziga yutadi. O'ziga shuncha tez oladiki, men sizga gubkani tasavvur qilib beraman. Gubka bilan quruq gubkani suvga solib olsangiz suv to'ldiradimi? Tez oladi suvda o'ziga quruq gubka. Va tashqariga chiqarib gubkani siqsangiz chiqib ketadimi? Xuddi shunday. Ya'ni bu fizik jarayonda bu. Bu yerda aslida freonda ham katta o'rni yo'q. Hatta ko'p aytadiki, bu xaladnagan, ya'ni freon bu muzday narsa. Yo'q, u oddiy gaz. Lekin bu yerda fizik jarayon bo'lyapti. Xuddiki bizning tanamizdagi bug'lanish uchun o'zimizning energiyamizni olib, energiya olganligi uchun biz muzlab qolganligimiz uchun bu yerda ham xuddi shu jarayon. Bu fizik jarayon bo'lyapti bu yerda. Men bu yerda tushuntirib berishga harakat qilyapman. Keyin safar aytaman, mukammalroq beraman. Vakuumga qilinishi kerak. Keyin isparetildan o'tib bordi bu. Isparetildan o'tib boryapti. Bug'landi. Bu bug'landi. Bug'lanib tashqi blokka qarab ketyapti. Tashqi blokka ketish jarayonida tashqi blok, masalan, tashqarining havosi deylik 30 gradus issiq, lekin blogimizda issiqligi 40-50 gradus. Men sizga misol keltirish uchun yana bir misol keltiraman. Uyimizda qishki kunida derazamiz terlaydi, kondensat paydo bo'ladi. Kondensat deymiz. Kondensat paydo bo'lishi bu namlik, xonamizdagi namlik. Tashqarida deylik sovib ketdi havo, sovuq, lekin bu yerda uyingiz isib ketdi, paytda bug'lanyapti, isib ketdi. Hamisha bug' sovuqqa yuradi. Derazaga borgan paytda, sovuqqa o'chashgan paytda bu suvga aylanadi, suyuqlikka aylanadi. Xuddi shunday isparetildan chiqqan borgan bug' borib, bu 50 gradusku, tashqaridagi havo 30 gradus. Bu yerda borib yana suyuqlikka aylanadi. Yana borib o'sha isparetil borib tashqi blokdan suyuqlikka aylanib, yana bu yerdan suyuqlik bo'lib kelib, bu jarayon aylanadi. Bu sirkulyatsiya, bu aylanib jarayon juda ham tez aylanib boradi. Bu ishlash prinsipi. Bu yerda freon to'xtovsiz aylanadi. Xonani haroratiga, tashqi haroratiga bog'liq. Menimcha tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Agar savollar bo'lsa, savollarga savol bering, albatta javob beraman. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.